Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun Sharxon Xoldambek mol bozorining videosini xudo xolasa sigir bo'zaklarni obzor qilib beramiz. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib boringlar. Inshaalloh yoqqan bo'lsa like va kommentariya va obuna bo'lib ketasizlar. Mana xudo xolasa mana to'la videoni obzor qilib. Bo'laga. Nech pul bo'ldi? 18,5 million so'm novvoslar. Aka nechi pulga kiribdi? 17 million tevasida so'rayapti. Biz olib ketamiz. Nechi pul sodani ko'rdi? Qayerga boradi? Bu nechi pul sodani ko'rdi? Yo'q, qayerga boradi? 16,5. Nechi pul soda bo'lyapti aka? 14 million biroz. Nechi puldaniga bordi aka? Nechi? 14 million 700 dan. 14 million. Nechi pul qo'shdi? 12,5 million so'm novvos. Nechi pul? Nechi pul bo'lyapti? Nechi pul bo'ldi aka? Nechi pulga kirdi? 10 millionga kirdi. Nechi puldaniga bordi aka bular? 11,5 milliondan boribdi. Ana buni 8 millionga boryapti ekan. 8 million qilishibdi. Nechi pulga boryapti? 10 million novvoscha. 10 million novvoscha. Nechi pulga bordi aka? Hozir bu yoq 10 million qilyapti. Mana bu yoq 10 million so'm qilyapti mana. Novvoscha mana. Novvoscha. Chetni moli. Nomerni aytib o'tib ketaveramizmi? Aka nechi pulga bordi bu? 8,5 million so'm. Bo'zak. Taxlari. Bunisi nechi pulga bordi aka ola bo'lsa-chi? 5,5 million. Temda nechi pulga bordi aka? Nechi pulga bordi? 7 million. Pulga bordi aka. 35 ga? 15. 15 million. 15 million. Nechi pul savdo ko'ryapti aka? Bu yoqlar 22 million bo'lyapti. 22 million bo'zak. Onaja. Bo'zachasi 13 million so'm baraka bo'lyapti mana. Hozirgi burasimi bor. Shvetlar. Aka nechi puldan boryapti-ku? 5 million kam. Nechi pul? Jupiga 45. Jupiga 45 million so'm. Shvetlar baroda so'raganlarga. Katta bo'zaklar nechi puldan bordi? 14,5 milliondan savdosini qilishibdi mana. Mana qiziqqanlarga 14,5 milliondan savdo qilishibdi. Tog'a. Nechi pulga bordi? Nechi pulga bordi? Nechi pulga bordi aka? 18 dan kami bor. 18 milliondan kami bor ekan. Aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? 30 million. Ena bola. Mana ro'zg'or bo'lib sigirlar so'raganlari uchun mana. Bordi uka? Narxi nechi pulga bordi? 16,5 million so'mga boribdi, 20 million kami bor deyapti ekan. Nechi pulga bordi G'ojdog'a? 20 million so'm kami bor deyapti ekan. Ro'zg'or bo'lib. Aka nechi pul deyapsiz? Nechi pulga boryapti aka? 25,5 million so'm. Bolaxonachi. Akam nechi pulga bordi, nechi pul deyapsiz? 25,5 million so'm qilishibdi. Nechi pul deyapsiz? 28 million so'm deyapti. 34 million so'm deyapti, hurmatli obunachilar, 28,5 million so'm qilyapti. Bozor narxlarini bilib olaverasizlar sekin-sekin. Nechi pul bo'ldi aka? 37 million so'm. Bunisi-chi? Qancha bo'ldi? Nechi pul bo'ldi aka bu? Nechi pul bo'ldi aka? Nechi pulga kirdi? 56 millionga kiribdi. Hozir aka nechi pulga boribdi bu?
26,5 million so'm qilyapti. Bu necha pulga bordi Hoji tog'a? Necha pulga bordi? 25 million so'm. Azbek aka bolasini ovosini necha pulga bordi? Bu bolasi xunachi. Xunajimi necha pulga bordi? 25 million. Hozir 24 million beryapti, 25 million. 24 million berishyapti. 8 ta sutka sinashga. Necha pulga boribdi Hoji tog'a shvedlarimiz? 44,5 million so'm shved. Aka bu necha pulga boribdi? 33 million so'm. Bu yana bola necha pulga boribdi aka? 82 million so'm. Narxi necha pulga bordi? 37 million. Necha pulga bordi aka? 38. Bo'g'oza necha oylik? 9 oylik. 35 million so'm shved.